Novvoy deyishdan sabab novvoylar non yopadi, betlari kuyib ketadi, qiyin bo'lardi. Eng asosiy pul non yopuvchiga ketardi. Endi bular davri o'tdi. O'zbekistonda Andijonda yangilik. Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri keltirilgan novvoylar uchun tandir akalar, zamonaviy tandir. Qaranglar, endi tandirda non yopishlar davri o'tdi. Buni ko'rgandan keyin bittadan like bosmasalar ham bo'lmaydi. Shunday qilinglar bo'lsalar, mana oddiy duxovka variantidagi tandirlarimiz, buni bitta liboy odam ham yopib qo'yaveradi, oddiy yopuvchi olishadi biz. Liboy ayollar ham, yosh bolalar ham bemalol buni ishlasa bo'laveradi. Mana bu joyda maxsus miyalari bo'ladi. Xohlagan gradusga qo'yib qo'yasiz. Mana bu joyda o'zi nolga tushgandan keyin signal beradi va siz kelib nonlarni bemalol yeb olsangiz bo'ladi. Issiq sovug'i zo'r bo'ladi. Mana taglarini ko'ryapsizlar. Narvali qilib pishirib beradi. Narxlari 49 milliondan 120 million so'mgacha bo'ladi. Ob'yomga qarab kattalashib ketaveradi. Bu eng kichkinasini bilishim bo'yicha, xo'p, 18 kilovatli ekan. Bu eng kichkinasi, bundan kattalari ham bo'lar ekan. Masalan, eng kattalarni oladigan bo'lsalaring, yarim qop nonni bitta yopishga olib boradi. O'sha 15 minut temperaturasi bo'lar ekan. Bitta qo'yib qo'ygan bo'lsang, o'zi 15 minutda o'chirar ekan. Garantiyalari bor ekan, dastlabkilari mutlaqo tekin ekan. Narxlarini aytdik. Andijonda aeroportining ro'parasida bemalol kelsalar bo'ladi. Akamiz nomeri ekran pastda bo'ladi, telefon qilaverasizlar. Demadimmi?